Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanalining kuzatuvchilari, aziz obunachilari va drabika ishqibozlari. Biz Xudo xolasa O'sh Aran rayoni Mirzakarim tog'amizda xonadonimiz. Mirzakarim tog'a qaysi qishloq edi? Bir o'zingiz aytib boring. Yangiaravon qishlog'i. Oldin tog'a bunda ishlatardingiz, ya'ni o'tlarni shu eski jodda maydalardingiz, to'g'rimi? Eski jodda bilan maydalangani ana asfaltda bo'lgan. O'zida ham turibdi mana. Shu olti bo'lgan. Endi bunaqangi jodlar oldin yaxshi bo'lgan, lekin hozir yaxshi emas, ya'ni yaxshi effekt bermaydi. Mana bunday katta holatda maydalaydi. Ya'ni bunaqa maydalar berilgandan keyin bunaqa atotlar ko'p chiqadi. Ya'ni mol qo'y yeyishi. Mana ko'ring, menda 40 so'ratadi. Ha, atot ko'payib ketadi, to'g'rimi? Atot ko'payib, isrofgarlik ko'p bo'ladi. Ham bunda qo'l uchun opasniyda, ham vaqtingiz ko'p ketadi, ham nima desam bo'ladi, qo'l uchun, yosh bolalar uchun juda ham opasniy holatda bo'ladi bu. Hozir tog'amizga mana soladigan joy to'rtburchak, donni ham chiqadi, hashaydi ham chiqadigan universal drabikamizda. Tog'amizning iltimoslari bilan makapoyamizda chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, mana hozirroq makapoyamizdan qo'yboq chetkazib chiqarib berdik mana. Qo'yboq holatda mana mol qo'y maza qildi mana. Mana bunday jodida katta bunday holatda bergan yaxshimi yoki mana bunday holatda bergan yaxshi mol qo'yga yoki mana bunday drabikada maydalab bergan yaxshimi? Buni drabika olib ishlab ko'rgan odam juda ham yaxshi biladi. Hozir bunimizdan ozroq qo'yga berib ko'ramizmi, tog'a? Ha, mayli. Hozirroq berib ko'raylik, qani. Nima, o'sha o'yinlar lapar to'qoyim. Qani. Qo'ylar endi maza qiladi. Ozgina uyalishyapti qo'ylar mana. Sop qo'ydik. Xolos, endi tog'a isrofgarchilik bo'lmaydi mana. Hurmatli obunachilar, oldin berilganda mana hamma narsa qolib ketadi. Ya'ni isrof bo'lib ketadi. Endi hozir esa mana ichidagi mana bunday narsasigacha maydalab chiqib yuborgan. Xolos, mol qo'y maza qildi, ancha semirish ham yaxshi bo'ladi. Atrof bo'lmaydi, isrofgarchilik bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, ko'rdinglar mana gap isboti bilan. Kimgadir shunaqangi universal drabikalar kerak bo'lsa, mana Qirg'izistondagi nomerimiz, O'zbekistondagi nomerlarimizni ham pastga qoldirib ketamiz. Bemalol orqaga chiqib zakaz berishingiz mumkin. Chiroyli holatda uylargacha borib, shart berilgandan keyin to'lov qilasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.